O'zbek xonadonida farzand tug'ilsa nimalar bo'ladi? Dadasi, Ha, nima bo'ldi? tabriklayman, o'g'illi bo'ldi. O'g'illi. Yes! Malades xotin. Hammasi shundan keyin boshlanadi. Agar qiz tug'ilib qoladigan bo'lsa, to turmushga chiqqungacha ayollarimiz sarpo-suroq yig'ishni boshlashadi. O'g'il bo'lsa-chi, o'g'ilga boshqacha tayyorgarlik ko'riladi. Raddomdan chiqishiga o'yinchoqlar gaplashasan, sirazi aqiqa qilishga tayyorgarlik ko'rishni boshlaysan. Hovlingda chiroyli qilib aqiqa qilish uchun idish-tovoqlar gaplashgani borasan. Praketga hamma yo'qni kelishib qo'yganingdan keyin va nihoyat qo'y gaplashgani borasan. Aka, qo'ylar ma'qulmi? Ma'qul aka. Bo'lmasa, mazakilar berib keti. Mana aka ikkalasini ham olaman, xudo xolasa mashina jo'nataman, kelib olib ketishadi. Axir o'zbekmiz-ku, farzandli bo'lganimizni butun mahalla bilish kerak. Keyingi masala mahalla masjidiga chiqib, imom domlani ham gaplashib qo'yasan. Hali katta bo'lmagan farzandimizga uchastkaga harakatni boshlaysan. Bo'ldi, aka, yerni ko'rdim, ma'qul. Gaplashaveramiz. Ha, bo'ldi aka. Ha, qo'shni nima qilyapsiz bu yerda? Ha, shu bo'sh yer bor ekan, o'shanga o'g'ilchaga uchastkasi keyin qurishni boshlayver ekan turibman-da. Ha, olib qurib qo'ydingiz. Ertadan keyin qizil chiziqqa tushib buzilib ketsa nima qilasiz? Xom sizda qo'shni, siz uzoqni ko'rmaysiz. Böyle Chodayli mahallaga Aqlan House yangi dom quryapti. Xolasiz karobka holatda berar ekan, xolasiz patkulish topshirar ekan. Agar siz boshda ulov qilib oladigan bo'lsangiz uyda maishiy texnikalarni sovg'a qilib berar ekan. Qo'qonda hali bunaqasi bo'lmagan. Aka, Aqlan House'da nima yangiliklar bo'lyapti? Menga tushuntiring, hamma maqtayapti. Aka, Aqlan House qurilish kompaniyasi shu kungacha 300 ta oshxona xonadonlar topshirganmiz. Assalomu alaykum loyihasini boshlaganimiz munosabati bilan bitta uyni mutlaqo bepulga berib yuboryapmiz. Bu uyni yutib olish shartlari Hajon Egamberdiyev Instagram profiliga obuna bo'lib, o'sha profilda turgan havola orqali Telegram kanalimizga ham o'tishadi. 19-may kuni soat 20:00 da bo'lib o'tadigan jonli taqdimotimizda qatnashsalar, obunachilardan biriga shu uy nasib qiladi. Bu loyihamiz uzog'i bilan 2 yilda o'z egalariga topshiriladi. Bizni tanlaganingiz uchun rahmat. O'z o'g'lingiz necha yosh? Ha, o'g'lim 3 oylik. Qizmida, o'g'ilmida farzand ko'p bo'lgani yaxshi. Siz farzand ko'rganingizda nimalar qilgansiz? Shuni kommentariyaga yozib qo'ying. Paq